yuvoshini boqaman degan opalarim qayerdasizlar? Aziz akamga mana arzonlari kelgan, sizlar kelmaysizlarmi? Hoji onalarim, mana zo'rlari, qarang. Murat aka, Toshkentda G'unajinni vagonlab, furalar kerak bo'lsa sotgan bola men bo'laman. Libbo joyda Libboy bilan gaplashaman. Mana. Javob aka, mana Kevorussin firmamizga kelishib yurgan akalarim bilishadi. Biza reklama ko'p qo'ymaymiz Murat aka. Ochiq oyda aytaman. Sabab bitta reklamani o'zidan kerak bo'lsa bir 500 talar G'unajin sotib yuboramiz. Ana bo'lmasa. Kelishsa daftarni bitta ko'rsataman. Men ishonmayman seni gapingga deysiz. Go'zallari bor-a sizda. Mana aka, men qarang. Turuvni qarang. Men qarang. Yelinlarni qarang. Jonivorni qarang. Sigir qilaman degan. Ana. Opalarim qayerda yuribsizlar? Bularim qayerda yuribsizlar? Mana qarang, mana. Durlari-yu. Qarang. Soni ko'p, mana aka, mana bularni qarang. Shved, Simentalga gibrid. Mana bunisini qarang aka. Narxlari o'ta yumshoq. Bemalol telefon qilishsin, lokatsiyada yozsa bo'ldi, ko'rsin. Tashlab beramiz. Sog'lig'i zo'rmi aka, sog'lig'i? Yeb ichishi, yashur deyshadi vodiyli akalar. O'sha oqsil kasalligiga hech kim garantiya bermaydi. 10 kun garantiya. Garantiyasi bor. Ha, oqsil bo'lib qolsa, yo'l kirasibilni ham ko'taramiz, vazorat qilishadi, aka. Ana bo'lmasa. Bunaqasi bo'lmaydi menimcha. Mana ko'ringlar. Yolg'on yo'q, yashuv yo'q aka bizada. Mana shvedlar aka. Mana qarang. Jonivorlarni qarang, boylaganini qarang og'aynimni. Mana qarang. Nima deyapti aka? Mana nima deyapti? Shikalat bu. Turuvni qarang aka. Rangi shikalat. Aka, biza ani arzoni bizada. La tapala demaymiz. Rostdan arzon bizada. Arzonchisi o'zi. Ha, chorvachi mana buni olib qo'ying aka. Mana brend bo'ladi aka. Tanib olishsin. Chorvachi. Ha, shunday mana shuni yozishadi. Instagramimiz chiqadi. O'tga o'zimiz video qo'yib turamiz, kichkina videochalar. Qarang aka. Bularni qarang. Mana. Namlarni qarang. Mana shunaqa shikalatlarini, sog'lom sifatlari o'zimda deydilar. Murojaat qilinglar, boqishlikni tavsiya qilaman. Men o'zim ham bittasini olib ketgim kelyapti hozir. Aka, siz mol boqaman-da. Sizga shuna tekinga beraman. Ana bo'lmasa. Aka? Ana. G'unajin sotib, G'unajin bitta mashina berib yuborgan bola ham men bo'laman. Ana bo'lmasa. O'zingiz videoga olgansiz. To'g'rimi aka? Ishonchlisi Aziz akamda. Murojaat qilaverasizlar. Mana aka. Mana bularni oling mana. Molli soni ko'p. O'sha kadrda aka bitta oling. Molxonani. Mana. Menga 100 ta kerak deb telefon qilishsa, bir kechada 100 ta hal qilamiz. Bir kecha, ko'p emas. Bir kechada 100 ta G'unajin kerak deysa, 100 ta, 500 ta deysa, 5 taga endi bir kecha emas-ku, 2-3 kunda hal qilib beramiz. Endi 500 ta katta srokda, aka. To'g'ri. Mana chorvachi Aziz akamda sog'lomlari kelgan, ko'sh qaytarib turibdi. Zo'r, yirik ekan. Bu yovvosh Aziz aka. Yovvosh Murat aka, bizada bekitadigan narsalar yo'q mana. Yovvosh, xohlasa o'rnidan. Qatdan kelyapti bu mollar. Chapidan. Bularni aka fermalardan, o'tdan, betdan olib chiqamiz mana. Sizni ko'pchilik tanimayapti. Chorvachi Aziz akam desak. Bu qachondan faoliyatni boshladingiz o'zi? Men aka esimni tanimman, buzoni ichidaman. Esimni tanimman, buzoni ichidaman. Meni ko'rayotgan, bozorlarga tushib yuradigan odamlar meni yaxshi taniydi. Bilishadi. Ha, otamning ismi O'tkir aka. Adamni ko'pchilik taniydi. Mana shu G'unajin sigir tema bo'yicha. Aka, biza men endi ana odamlarga o'xshab haftada har hafta reklama qo'ya olmayman. Sababi nima ayting Murat aka? Ha. Uni o'zingiz yaxshi bilasiz, aka. Shu bitta reklama misol bizaga 3 oyga yetyapti. Obunachilik bekitmayman. O'shani barakasidan, bitta reklamani barakasidan 3 oy faoliyatingizni olib borasiz. Qo'ng'iroqlar bo'lib turadi. Bilmaydi, ha. U ham yo'q molga zakazlar tushyapti. Yo'q molga. Sizda soni chegaralanib qolmaydimi? Yo'q. Hozir ham mana shu mollar sotilgan. Pashti o'zi. Sotilgan, o'zi pashti. Hali qo'l berib baraka bo'lmagan. Oldik, ketyapmiz, yo'ldamiz deyotganlar bor hali ham. Men o'zim ularni Telegramga tashlab beraman video.
Biza mana nomerlarimiz, ham Telegram, anaqa Instagram profilimiz. Obuna bo'lib qo'yinglar mana shu chorvachi azizda. Zo'rdan zo'rlarini olib kelyaptilar, arzonlarini O'zbekistonga birinchilardan borib men olib kelganman deysiz. Shu rostmi? O'zbekistonga emas. Ha. Toshkent territoriyasi bor xaritada. Ha, Toshkent tumani. Toshkent shahar, tuman, viloyati. Toshkent viloyati, Toshkent bo'ylab, Toshkent bo'ylab g'unajinni furalab, kerak bo'lsa vagonlab sotgan bola men bo'laman. Ana bo'lmasa. Men gapimga Toshkent tumanida Toshkent bo'yicha eng ko'pini birinchilardan bo'lib olib kelib sotgan o'zim bo'laman deydilar. Aziz akam. Ha, bizada yolg'on yashi yo'q. Kelishsa daftarim bor, daftar. 2-3 talab yotibdi. Temir daftar, ha? Ha, nechtalab sotganim, bir sotganda nechtalab. Biz ani ikkita xunajinni olib chiqib olib 20 million, 18 million, manu yo'q bizada. Kam bo'lsin, barakasi bo'lsin deysiz. Keladi, ketadi. Bundan baraka topishadigan qilib etasizmi narxini? Voy, narxi yo'q bilan aka. Yo'q, so'kmaydigan qilib. Mana shu bizo, mana obunachilar ko'ringlar. Aha. Bu yoni oling aka. Mana mamala, kengisi, mana buni qarang aka. Mana. Simentalga gibrid mamalasi aka mana. Ko'rishingiz mumkin. Narxi 18 million, 17 million yo'q bizada aka. Yo'q. Yo'q. Eng qimmati mana shu burchakdagi aka. 16 million so'm. Kelishsa olib ketsa. 15 million so'm. Mana. Ko'rishinglar mumkin. Sog'lom mollar mana ko'sh qaytarib turibdi. Simentalga gibrid bo'lgan, hozir ko'rsatdim mana. 14 ber olib ketursiz aka. Bunaqa narxlarga yo'q menimcha, men ko'rmaganman. Menga yana bitta murojaat etib ketaman. Men orqamdan ancha odam gapiradi. Eshitamiz baribir. Menga Murod aka xolasa vizib tashasan. Misol 14 million chiqarsa, xuddi shu molni 13 million chiqaraman. 13 million chiqarsa, 12 million chiqaraman, aka. 1 million arzoniga chiqaradiganman, menman o'sha. Mana shu xunajon aka kimdirning qo'liga borsa, hozir 17-18 bo'ladi. Ana bo'lmasa. Bo'ladiganini necha pulga qilib berasiz mana shuni? 15 million bo'ladi. 15 million. Ana. Buzoq qilaman, sigir qilaman degan opalarimiz uchun. Mana qarang, aka. Akalarimiz Uncha buzoq g'unajinlar bor-ku, mana reklama chiqarishyapti, o'tdan bu yerdan o'tirib ko'rsatishsa, bunaqasi kam, mana qarang, aka. Mana. Xolasi chapida, xolasi o'nida mana. Bunaqa turib bermaydi, aka. Men javob beraman. Buzoqlar bunaqa turib bermaydi. Qattasilar opalarim deb qo'ying. Qattasilar opalarim. Mana yoshligida buzoq olaman deb yurgan singillarim, qattasilar. Ana. Ko'ringlar mana. Jonivorni qarang, Ko'ringlar ana. Kishgan. Qiziqarli video tasvirlar Chorva Mix sahifasida bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.